Men Dadajonov Dilshod. Davlatimizdan naslchilikni rivojlantirish bo'yicha kredit olgandik. Hozir mana o'sha pulga 3-4 ta qora olib keldik. Xudo xolasa bundan keyin yana ularni sonini ko'paytirmoqchiman. Go'shtchilik, sut yo'nalishi bo'yicha mollarni olib kelyapman. Xudo xolasa bundan keyin yana ko'paytirish niyat. Sutli mollarni, go'shtli mollarni parodalarni olib kelish. Bog' sotdik. Xudo xolasa endi pullarga yana shu nasli mollarni olib ko'paytirish niyatimiz. 300 kilosi bor, 500 kilosi bor. Xudo xolasa bari yaxshi. Xudo xolasa yana ko'paytirish niyat. Suti yaxshi, go'sht yo'nalishida ham yaxshi, mana simental parodalar mana ular. Hammaga shuni tavsiya qilaman. Hosillar ko'paytirsinlar. Men Ro'ziboyev Abubakar, Yangiobod tuman hokimi Sarınchi mehga biriktirilgan hokimlardanman. 2025-yildan beri ushbu lavozimda faoliyat ko'rsatib boraman. Sarınchi mehida naslchilik mollarini rivojlantirish bo'yicha bir qator imtiyozli kreditlar fuqarolarga ajratib berildi. Shu qatorda xonadonimiz Dadajonov Dilshod aka xonadoniga ham ajratib berildi. Hozirgi kunda Dadajonov Dilshod aka xonadonida 6 ta naslchilik qora mollari mavjud bo'lib, yaqin bir hafta oldin ham shu oilada, shu xonadonda 5 ta naslli mollar so'yib sotildi. Aholiga arzon narxlarda go'sht mahsulotlari yetkazib berildi, bozorlarimizga, savdo yarmarkalariga yetkazib berildi. Bu oborotdagi mablag'lar hisobidan hozirgi kunda yana chorva mollarini kengaytirish maqsadida tez kunlarda yana qo'shimcha parodali nasldorlik mollarni rivojlantirish uchun yana olib kelinadi ushbu mablag'lardan, aylanma mablag'laridan. Bundan tashqari aholimizda ko'p aholimiz hozirgi kunda o'zi ushbu yo'nalish bo'yicha o'tildi. Naslli chorva mollari bilan rivojlantirish bo'yicha ushbu yo'nalishga o'tildi. Ko'p aholimizda hozir hududda ancha rivojlanib, ushbu bo'yicha chorva mollarini, naslli chorva mollarini boqish bo'yicha ancha tajribaga ham ega bo'lindi. Hozirgi kunda aholini sut, qatiq, sutni qayta ishlash bo'yicha ham loyihalar ham qilindi. Hududda hozirgi kunda bitta aholimiz tomonidan sutni qayta ishlash, qurtlar ishlab chiqarish, kefir ishlab chiqarish bo'yicha yo'llar ishlar amalga oshirib borilmoqda. Bundan keyingi ish faoliyatimiz davomida ham aholini nasldorchilikka bo'lgan qiziqish bo'yicha rivojlantirib, imtiyozli kreditlar ajratish bo'yicha bor imkoniyatlarimizni yo'lga qo'yib boramiz.